Navoiylik opa-singillar, to'yda, bayramda shohona ko'rinishni istaysizmi? Yoki sarpongiz uchun mana shunaqangi takrorlanmas ko'ylaklarnimi? Egnimdagi ushbu libosning narxini esa video oxirida aytib o'taman. Gulufar milliy liboslar atelyesida har bir kiyim siz uchun yaratilgan bir san'at asaridir. Bu yerda 30 yillik tajriba asosida milliy kiyimlar tikiladi. Atlasning nafisligi, adresning jozibasi va qo'l ishi bilan ishlangan har bir detal sizni o'zgacha qilishi aniq. To'ylar, bazmlar yoki kelin sarpolari uchun didingizga mos liboslar faqat shu yerda. Gulufar opa har bir ayolni malika qilish uchun mehr bilan ishlaydi. Siz ham o'zingiz uchun eng muhim shohona go'zallikni tanlang. Gulufar atelyesi sizga bu borada yordam beradi. Egnimdagi mana shu libosni Gulufar opa 3 million so'mga bitkazib berdilar. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi profil va raqamlarga murojaat qiling. Manzil Farizod salonining 2-qavatida joylashgan.